yaxshimisizmi? Men yaxshiman. 3 oy oldin o'g'limni eshitishi ozgina susaydi, shamollash ko'pligi uchun mana shu lor klinikasiga olib keldik. Abdullohga uchrashdik. Abdulloh bunga o'sha o'ng tomon eshitmasligi bo'yicha, keyin o'sha burnida adenoid borligi bo'yicha tashxis qo'ydilar. Keyin buni o'sha operatsiya qildik, 3 oy bo'ldi. O'sha burni yaxshi, nafas olishlari yaxshi, quloqiga shunt qo'ydirdik. 6 oydan keyin tushib ketadi deydilar. Xudo xohlasa yaxshi, eshitishlari yaxshi, nafas olishlari yaxshi, uxlashlari yaxshi. Xursandmiz. Operatsiya bir 15-20 minutda o'tdi-da, uzog'i bilan. Yarim soatga chiqdi-da. Xullas narkoz bilan uyg'onishdan tashqari. O'sha kun ketdik. O'sha o'ynab, o'zi oyog'i bilan turib, yurib, chiqib ketdi-da. Xullas o'ynab yuribdi-da. O'sha ertasi kun o'ynab yuribdi-da o'zi. Abdullohga rahmat aytamiz, tavsiya qilamiz. Doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, farzandlarining boshiga har doim sog' salomat bo'laversin.